Bugun men avgust oyining eng muhim pensiya savoli haqida gapiraman. Pensiya oshadimi? Kimga qayta hisob kitob qilinadi? Kim pulni ko'proq oladi? Kim esa kutgandan kamroq olishi mumkin? Bu ma'lumot juda muhim. Chunki u faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga, ota-onasiga yordam berayotgan farzandlarga va rasmiy ish stajini yig'ayotgan har bir odamga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday mavzularda kechikkan odam ko'pincha o'z pulini yo'qotadi. Men bugun masalani oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nimasi o'zgaryapti. Avgust oyida aynan nimaga e'tibor berish kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Eng muhimi, videoning oxirida men sizga aniq amaliy yo'l xaritasini beraman. Qayerga murojaat qilish, qanday hujjatlarni tayyorlash, arizada nimalarni yozish va qanday xatolardan qochish kerak. Pensiya masalasida eng katta muammo shundaki, ko'pchilik faqat bitta narsani kutadi. Avgustda pensiya oshadimi yoki yo'qmi? Aslida savol bundan ancha kengroq. Pensiya oshishi deganda 3 xil holat bo'lishi mumkin. Birinchisi, davlat tomonidan umumiy indeksatsiya yoki miqdorlarning oshirilishi. Ikkinchisi, alohida fuqaroning hujjatlari qayta ko'rib chiqilib, staj ish haqi yoki imtiyozlar hisobiga pensiyasi qayta hisoblanishi. Uchinchisi, ishlayotgan pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar yoki ayrim toifalar bo'yicha maxsus o'zgarishlar bo'lishi. Avvallari ko'p odam pensiya tayinlangandan keyin hammasi tugadi. Endi faqat har oy pul keladi deb o'ylardi. Lekin amaliyotda bunday emas. Pensiya hujjatlari to'liq bo'lmagan bo'lishi mumkin, arxivdan ma'lumot kech kelishi mumkin. Eski ish joyi yopilib ketgan bo'lishi mumkin. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumot noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan inson o'tgan yil ishlagan bo'ladi, lekin tizimda 22 yil ko'rinadi. Ba'zan 1990 yillardagi ish haqi hujjati topilmagani uchun pensiya eng minimal hisob-kitobga yaqin chiqadi. Mana shu joyda avgust oyidagi intriga paydo bo'ladi. Kimning hujjati yangilandi, kimga qayta hisob-kitob qilinadi, kimning arizasi ko'rib chiqiladi, kim esa o'z vaqtida harakat qilmagani uchun yana bir necha oy kutadi. Hozir vaziyat shundayki, davlat idoralari ko'proq elektron tizimga o'tyapti. Bu bir tomondan qulay. Ma'lumotlarni tekshirish tezlashadi. Ortiqcha qog'oz kamayadi. Fuqaro idorama-idora yurmasligi kerak. Lekin ikkinchi tomondan eski ma'lumotlar elektron bazaga to'liq tushmagan bo'lsa, odamning haqiqiy mehnat staji ko'rinmay qolishi mumkin. Men ekspert sifatida eng ko'p uchratadigan muammo shu: odam men 35 yil ishlaganman deydi. Lekin pensiya hisobida faqat rasmiy tasdiqlangan davrlar olinadi. Hamma biladi. Men o'sha zavodda ishlaganman degan gap hujjat o'rnini bosa olmaydi. Avgust oyida eng avval 3 ta toifa odam diqqatli bo'lish kerak. Birinchi toifa pensiyaga yaqinda chiqqanlar. Masalan, odamlar yoki iyun oyida pensiyaga chiqqan. Lekin ayrim hujjatlari hali to'liq kelmagan. Uning pensiyasi vaqtincha mavjud hujjatlar asosida tayinlangan bo'lishi mumkin. Keyin arxivdan qo'shimcha ma'lumot kelsa, pensiya qayta hisoblanishi ehtimoli bor. Agar u odam pensiya tayinlandi, bo'ldi deb jim o'tirsa, ayrim holatlarda jarayon cho'zilib ketadi. Agar u nazorat qilsa, so'rov yuborsa, arxiv javobini tekshirsa, o'z manfaatini tezroq himoya qiladi. Ikkinchi toifa, ishlayotgan pensionerlar. Bu yerda ko'pchilik chalkashadi. Ba'zi odamlar men pensiyaga chiqdim, lekin ishlashda davom etyapman, demak pensiyam avtomatik ko'payadi deb o'ylaydi. Har doim ham bunday emas. Qaysi turdagi to'lovlar, qaysi davrlar, qaysi tartibda hisob olinishi qonunchilikka bog'liq. Ish beruvchi siz uchun ijtimoiy to'lovlarni to'g'ri ko'rsatganmi? Ish haqi rasmiy berilganmi? Mehnat shartnomangiz rasmiy yuritilganmi? Mana shular juda muhim. Agar siz 2 million so'mni rasmiy, yana 3 million so'mni konvertda olgan bo'lsangiz, pensiya hisobida ko'pincha faqat rasmiy qism ko'rinadi. Keyin odam hayron bo'ladi. Men butun umr ishlab nega pensiyam kam chiqdi? Sababi oddiy. Pensiya hisobi og'zaki daromadga emas, tasdiqlangan rasmiy ma'lumotga tayanadi. Uchinchi toifa, eski staji bor odamlar. Masalan, 1995 yildan 2005 yilgacha bir nechta korxonada ishlagan, keyin korxonalarning ayrimlari tugatilgan. Ayrimlari nomini o'zgartirgan. Bunday odamlar uchun eng katta masala arxidir. Ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalar, lavozim ish haqi, buyruq raqamlari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, korxona muhrlari juda muhim. Agar mehnat daftarchasida yozuv xato bo'lsa, masalan sana noto'g'ri, muhr noaniq, korxona nomi to'liq yozilmagan bo'lsa,
pensiya jamg'armasi yoki vakolatli organ qo'shimcha tasdiq talab qilishi mumkin. Keling, aniq misol ko'ramiz. Deylik, Aziza opa 6 yoshga yaqinlashmoqda. U 12 yil maktabda, Yakkajar bolalar bog'chasida 10 yil xususiy korxonada ishlagan. Umumiy hisobda 3 yilga yaqin staji bor. Lekin elektron bazada faqat so'nggi 10 yillik xususiy korxona davri aniq ko'rinadi. Maktab va bog'cha davrlari esa eski hujjatlarda qolgan. Agar Aziza opa pensiyaga chiqishdan oldin hujjatlarini tekshirtirmasa, pensiya tayinlash vaqtida jarayon cho'zilishi yoki vaqtincha kamroq hisob kitob bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l nima? Oldindan maktab tuman arxivi, xalq ta'limi bo'limi yoki tegishli tashkilotlardan ish staji va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni aniqlashtirish kerak. Yana bir misol. Bahrom aka 63 yoshda pensiya oladi, lekin bozorda emas, rasmiy korxonada qorovul bo'lib ishlaydi. U har oy maosh oladi, lekin shartnomasi to'liq rasmiylashtirilmagan bo'lishi mumkin. Agar ish beruvchi uni to'liq stavkada ko'rsatmasa yoki ijtimoiy to'lovlarni noto'g'ri aks ettirsa, keyingi qayta hisob kitobda Bahrom aka kutgan natijani ko'rmasligi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensioner uchun eng muhim savol: mening ish haqi va mehnat davrim davlat tizimida qanday ko'rinmoqda? Bu savolni ish beruvchidan ham, tegishli elektron xizmatlar orqali ham tekshirish mumkin. 3-misol. Dilshod 45 yoshda hali pensiya ancha bor. U bu mavzu menga tegishli emas deb o'ylashi mumkin. Lekin bu eng katta xato. Pensiya masalasi pensiyaga chiqadigan kuni boshlanmaydi. U birinchi rasmiy ish kuningizdan boshlanadi. Agar Dilshod 10 yil norasmiy ishlagan bo'lsa, keyin rasmiy ishga o'tsa, kelajakda o'sha 10 yilni isbotlash qiyin bo'ladi. Avgustdagi pensiyon muhokamalar faqat bugungi pensionerlar haqida emas, balki rasmiy mehnat madaniyati haqida ham signal beradi. Kim xavotir olish kerak? Hujjatlarda uzilish borlar. Eski korxonalarda ishlaganlar, mehnat daftarchasi yo'qolganlar, ish haqi ma'lumotini ola olmaganlar, pensiyasi kutilgandan past chiqqanlar, nogironlik, boquvchisini yo'qotish, imtiyozli staj kabi murakkab holatga ega bo'lganlar. Kim ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Hujjatlar to'liq bo'lgan, staji elektron bazada to'g'ri ko'ringan, pensiya tayinlanganda hisob kitob varaqasini tekshirgan va e'tirozi bo'lmagan odamlar. Lekin xavotir olmaslik umuman tekshirmaslik degani emas. Men har bir pensioner kamida bir marta o'z pensiya hisob kitobining asosini tekshirishni tavsiya qilaman. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat: pensiya oshishi hamma uchun bir xil natija bermaydi. Agar biror miqdor oshirilsa yoki qayta hisoblash tartibi qo'llansa, kimningdir pensiyasi sezilarli ko'payadi, kimnikidir juda o'zgaradi. Kimnikida esa umuman o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Sababi pensiya formulasi bir nechta omilga bog'liq. Staj, ish haqi, pensiya turi, avvalgi hisob kitob, qo'shimcha to'lovlar, imtiyozlar va qonunchilikdagi cheklovlar. Ikkinchi nozik jihat: ariza berilgan sana muhim bo'lishi mumkin. Ko'pchilik baribir to'lab berishadi deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda ayrim to'lovlar murojaat qilingan kundan, ayrimlari huquq paydo bo'lgan kundan, ayrimlari esa hujjatlar to'liq taqdim etilgan kundan hisoblanishi mumkin. Shu sababli odam bir oy kechiksa, bir oylik farqni yo'qotish ehtimoli bor. Ayniqsa qayta hisob kitob, qo'shimcha hujjat, imtiyozli staj, boquvchisini yo'qotish yoki nogironlik bilan bog'liq holatlarda sanalar juda muhim. 3-nozik jihat: mehnat daftarchasidagi yozuvning o'zi har doim yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar yozuv aniq, muhrli, buyruq raqami bilan bo'lsa, albatta kuchli dalil. Lekin yozuvda tuzatish bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, sana ustidan qayta yozilgan bo'lsa, lavozim noaniq bo'lsa, qo'shimcha arxiv ma'lumoti talab qilinadi. Men ko'p marta shunday holatni ko'rganman. Odam 7 yil ishlagan, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin korxona tugatilgan, arxivda hujjatlar to'liqlanmagan. Natijada bu davrni tasdiqlash uchun qo'shimcha guvohlik, sud tartibi yoki boshqa hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat: ish haqi ma'lumoti pensiya miqdoriga katta ta'sir qiladi. Faqat staj emas, balki qaysi davrda qancha rasmiy maosh olganingiz ham muhim. Misol uchun, 2 odamning staji 30 yildan bo'lishi mumkin. Lekin birinchi odam uzoq yillar minimal ish haqi atrofida rasmiy maosh olgan, ikkinchisi esa yuqoriroq rasmiy maosh bilan ishlagan. Ularning pensiyasi bir xil chiqmasligi tabiiy. Shu sababli qo'shnim bilan bir xil ishlaganman. Nega uniki ko'proq degan savolda ko'pincha javob hujjatlaridagi ish haqi ma'lumotida bo'ladi. 5-nozik jihat: qarindoshlar ko'pincha pensioner nomidan ish yuritadi, lekin rasmiy vakolat masalasini unutadi. Masalan,
farzand otasining pensiya hujjatini tekshirmoqchi, lekin ayrim ma'lumotlar shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Bunday vaziyatda ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ota yoki ona yoshi katta harakatlanishi qiyin bo'lsa, oldindan notarial ishonchnoma yoki qonuniy vakillik masalasini hal qilib qo'yish foydali. Oqsolda idoraga borasiz, navbat kutasiz, lekin sizga ma'lumot bera olmaymiz degan javob olishingiz mumkin. 6-nozik jihat. Bank kartasi va to'lov usuli. Ba'zi odamlar pensiya oshmadi deb o'ylaydi. Aslida to'lov usulida kechikish bankdagi texnik muammo, karta muddati tugashi yoki ma'lumot yangilanmagani bo'lishi mumkin. Agar pensiya odatdagi sanada tushmasa, darhol pensiyamni kesib tashlashdi deb vahima qilmang. Avval bank kartasi faolmi? Muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bank ilovasida mablag' ko'rinadimi? Shuni tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasi yoki tegishli bo'lim bilan bog'laning. 7-nozik jihat ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zan fuqaro ma'lumotni vaqtida yangilamagan bo'ladi. Yashash joyi, ishga kirishi, nogironlik guruhi o'zgarishi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha holat o'zgarishi, talabalik maqomi tugashi kabi vaziyatlar bo'ladi. Agar tizim eski ma'lumot asosida ortiqcha to'lov qilgan bo'lsa, keyinchalik uni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun faqat ko'proq pul tushsa bo'ldi deb qarash xavfli. Har qanday tushunarsiz ko'payish yoki kamayish bo'lsa, sababini aniqlash kerak. 8-nozik jihat. Internetdagi mish-mishlar. Avgust yaqinlashganda ijtimoiy tarmoqlarda hammaning pensiyasi 2 barobar oshadi. Falon sanadan katta qo'shimcha beriladi. Ariza bermagan odam pul olmaydi. Kabi xabarlar ko'payadi. Men bunday xabarlarni ko'rganingizda 3 ta savol berishni maslahat beraman. Manba qayerda? Rasmiy hujjat bormi? Bu hamma uchunmi yoki faqat ma'lum toifa uchunmi? Agar javob yo'q bo'lsa, bunday xabarni qarindoshlarga tarqatmang. Ayniqsa pensionerlar orasida vahima tez tarqaladi. Firibgarlar esa bundan foydalanadi. Firibgarlik haqida alohida aytaman. Pensiyangizni oshirib beraman. Arxivdan hujjatni tez chiqaraman. Kartangizdagi kodni ayting. Pensiya qo'shimchasini ulaymiz degan gaplarga ishonmang. Hech bir rasmiy xodim sizdan bank kartangizning maxfiy kodini, SMS kodini, ilova parolini so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib shunday ma'lumot so'rasa, bu katta ehtimol bilan firibgar. Pensionerlarning eng zaif joyi ishonuvchanlik va davlat idorasi nomidan qo'ng'iroq qilgan odamdan qo'rqishdir. Men sizdan iltimos qilaman. Ota-onangizga, buvingizga, bobongizga shuni tushuntiring. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Birinchi qadam, o'z pensiya holatingizni tekshiring. Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiyangiz qaysi staj va qaysi ish haqi ma'lumotlari asosida hisoblanganini aniqlashtiring. Agar elektron xizmatlar mavjud bo'lsa, shaxsiy kabinet orqali ma'lumotlarni ko'ring. Sizga faqat falon so'm olasiz degan javob yetarli emas. Siz hisob kitobda qaysi davrlar inobatga olingan degan savolni berishingiz kerak. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmat hujjatlari, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlar, nogironlik to'g'risidagi ma'lumot. Ish haqi haqida arxiv ma'lumotlari, korxona bo'liqlaridan ko'chirmalar, bank rekvizitlari, bularning hammasi kerak bo'lishi mumkin. Har bir hujjatning nusxasini alohida papkaga soling. Asal nusxani hech kimga topshirib yubormang. Faqat zarur joyda ko'rsating yoki rasmiy tartibda nusxa qoldiring. 3-qadam, mehnat stajidagi bo'shliqlarni toping. Bir varaq qog'oz oling va yilma-yil yozing. Qaysi yili qayerda ishladingiz, qachon kirdingiz, qachon chiqdingiz? Lavozimingiz nima edi? Korxona hozir bormi yoki yo'qmi? Masalan, 1988-1993 maktab, 1993-1998 fabrika, 1998-2002 tartibdagi faoliyat, 2002-2025 korxona. Keyin har bir davr uchun dalil bormi, yo'qmi belgilang. Qayerda dalil yo'q bo'lsa, aynan o'sha joy sizning xavfli nuqtangiz. 4-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Ba'zan tuman arxivida, ba'zan viloyat arxivida, ba'zan vazirlik yoki tashkilotning o'z arxivida bo'ladi. Ariza aniq yozing. Qaysi korxonada, qaysi yillarda, qaysi lavozimda ishlaganingiz, ishga kirish va ishdan chiqish taxminiy sanalari. Familiyangiz o'sha paytda qanday bo'lgani. Agar ayol kishi turmushdan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, eski familiyani ham ko'rsatish shart. 5-qadam, ish beruvchidan rasmiy ma'lumot so'rang. Agar
hozir ishlayotgan bo'lsangiz, kadrlar bo'limidan mehnat shartnomangiz, lavozimingiz ishga qabul qilingan sana rasmiy maoshingiz va to'lovlaringiz to'g'ri yuritilayotganini tekshiring. Menga hammasi to'g'ri deb aytishda yetarli emas. Imkon bo'lsa yozma ma'lumot oling. Chunki ertaga nizo chiqsa og'zaki gap dalil bo'lmaydi. 6-qadam, agar pensiya kam hisoblangan deb o'ylasangiz, yozma ariza bering. Og'zaki shikoyat ko'pincha natija bermaydi. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiyamni hisoblashda falon yillardagi ish stajim yoki ish haqi ma'lumotlarim inobatga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Zarur hollarda pensiyamni qayta hisoblab, yozma javob berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Biri idorada qoladi, ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib o'zingizda saqlang. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. 7-qadam, javobni diqqat bilan o'qing. Ba'zan odam ariza beradi, javob keladi, lekin tushunmaydi va papkaga solib qo'yadi. Javobda ko'pincha muhim iboralar bo'ladi. Hujjat taqdim etilmagan, arxiv ma'lumoti talab etiladi. Qayta hisoblash uchun asos yo'q. Qo'shimcha ma'lumot keltirilsa ko'rib chiqiladi. Mana shu jumlalar keyingi harakatingizni belgilaydi. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, mutaxassisdan, sizdan, yuristdan yoki tajribali maslahatchidan izoh so'rang. 8-qadam, muddatlarni o'tkazib yubormang. Agar sizga javob yoqmasa, yuqori turuvchi organga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish imkoniyatingiz bo'lishi mumkin. Lekin har bir murojaatning o'z muddati bor. Keyinroq boraman, bolam kelganda qilamiz, hosilni yig'ib olay deb cho'zsangiz. Masala murakkablashadi. Pensiya pul masalasi bo'lgani uchun har oy muhim. Bugun aniqlashtirilgan hujjat ertaga sizga qo'shimcha daromad bo'lishi mumkin. 9-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar telefonda navbat olishni, elektron xizmatga kirishni, ariza yozishni bilmasligi mumkin. Farzand sifatida sizning eng katta yordamingiz faqat pul berish emas, balki ularning hujjatini tartibga solishdir. Otangiz yoki onangizdan pensiyangiz qancha deb so'rash yetarli emas. Pensiyangiz qanday hisoblangan, hamma staj kirganmi, arxivdan hujjat olinganmi deb so'rang. Ba'zan oilada hech kim e'tibor bermagan bir hujjat o'yga sezilarli qo'shimcha pulga sabab bo'lishi mumkin. 10-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya bo'yicha yangiliklarni faqat tanish bilishdan emas. Rasmiy idoralar xabarlari, qonunchilik yangiliklari, pensiya jamg'armasi e'lonlari va ishonchli ekspert sharhlaridan tekshiring. Agar avgust oyida o'zgarish bo'lsa, uning matnini ko'ring. Kimlarga tegishli, qachondan kuchga kiradi? Ariza kerakmi yoki avtomatikmi? Qayta hisoblash muddati qancha? Mana shu 4 savol sizni ko'p xatodan saqlaydi. Demak, avgust oyining asosiy pensiya intrigasi faqat oshadimi yoki oshmaydimi degan savol emas. Asosiy masala shundaki, kimning hujjati to'liq, kimning staji to'g'ri ko'rsatilgan, kim hisob-kitobga haqli, kim esa o'z vaqtida murojaat qilmagani uchun imkoniyatni boy berishi mumkin. Men sizga bugun shuni tushuntirmoqchi bo'ldim. Pensiya bu tasodifiy to'lov emas, u hujjat, staj, rasmiy maosh va o'z huquqingizni vaqtida talab qilish natijasidir. Agar siz pensioner bo'lsangiz, pensiya hisobingizni tekshiring. Agar yaqiningiz pensioner bo'lsa, unga hujjatlarni tartibga solishda yordam bering. Agar hali yosh bo'lsangiz, bugundan rasmiy ishlash, ish stajingizni saqlash va maoshingizni qonuniy ko'rsatish haqida o'ylang. Chunki kelajakdagi pensiyangiz bugungi qarorlaringizdan boshlanadi. Sizningcha, avgust oyida pensiyalar bo'yicha eng muhim savol nima? Oshirishmi? Qayta hisob-kitobmi yoki hujjatlarni tartibga solishmi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim o'zgarishlarni sodda tilda tushuntirib boraman.